Hammaga Xudoning tinchligi yor bo'lsin. Bu videoda Didahiy kitobining 10-bobini ko'rib chiqamiz. Uning sarlavhasi payg'ambarlar va muallimlarga yordam yoki ajr berish haqida deb aytilgan. Orangizda yashamoqchi bo'lgan har bir haqiqiy payg'ambar yordamga loyiqdir yoki yeb ichishga loyiqdir. Xuddi shu usulda haqiqiy muallim ham mehnat qilayotgani uchun yordamga loyiqdir yoki yeb ichishga yoki nasibasiga desam ham bo'ladi, o'sha narsaga loyiq deb yozilgan. Bunga misol qilib Matto 10-bob va 10-oyatni o'qib chiqamiz. Yo'lga to'rva ham, qo'shimcha kiyim ham, choriq ham, hassa ham olmanglar, chunki mehnatkash o'zining non nasibasiga munosibdir degan. Shunga o'xshash boshqa joyini ko'ramiz. Bu Luqa 10-bob 7-oyat. Bir xonadondan boshqa xonadonga ko'chib yurmanglar, kirgan xonadoningizda qolinglar. Oldingizga nima qo'yishsa, o'shani yeb ichinglar. Chunki mehnatkash ish haqini olishga munosibdir. Endi davom qilamiz. Shuning uchun uzumzoru yoki uzumni ezib sharbatini olinadigan joy xirmoningdan, buqalar va qo'ylaringdan bo'lgan har bir birinchi hosilingni yoki mevalaringni olib payg'ambarlarga berishing shart. Chunki ular sizlarning oliy ruhoniylaringizdir yoki yunon tilida arxiyerey deb ataladi. Agar orangizda payg'ambarlar yo'q bo'lsa, uni ya'ni birinchi hosilni kambag'allarga beringlar. Ovqat pishirgan bo'lsang, birinchi qismini yoki bo'lagini olib, kalomga yoki amirga binoan tarqatib chiq. Xuddi shunday qoida bilan sharob yoki moy idishini yoki meshini ochgan bo'lsang, undan birinchi qismini olib payg'ambarlarga bergin. Kumushingdan, pulingdan, kiyimingdan, barcha mulkingdan birinchi qismini olib, xohishing bo'yicha kalomga yoki amirga binoan tarqatib chiq. Bu yerda mana shu videoni tugatamiz. Agar kimga video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, obuna bo'lish va savol izohlaringiz bo'lsa, yozib qoldirishni unutmang. Boshqalarga bemalol shu videolarni tarqatsangiz bo'ladi. Hammangizga Xudoning tinchligini yor bo'lsin deb qolaman. Xayr, salomat bo'ling.